Assalomu alaykum jiyatim kuzatuvchilari. Sizlarga va'da qilganimizdek bitta bonus darsligimiz bor degandik. Ya'ni bu bonus darslik nimadan iborat? Ya'ni bu scalping. Ya'ni M15 time frame'da tochka faqat qidirib, M1 time frame'da savdoga kirish, ya'ni kichkina time frame'da kichkina stop loss bilan katta dohod olish haqida ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu strategiya ICT deb nomlanadi. ICTning bu bir qismi, ya'ni ICT juda ham katta mavzu hisoblanib, bu bir qismi hisoblanadi. Bu qism nimadan iborat? Bizga kerak bo'ladigan narsa bizda M15 time frame bilan M5 time frame kerak bo'ladi. M15 time frame'imiz va M1 time frame'imiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz signalni qaysi qismdan olamiz? Biz signal oladigan qismimiz M15 time frame'da struktura sindirganini ko'rgan holatdami? Sindirdimi? O'sha sindirganini ko'rgan holatda biz shu o'zidan oldin kelgan maksimumga yaqinlashganda shu maksimumni soyasi bilan buzib o'tadi va tanasi bilan yopilgan holatda biz savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz bu holatda nimani ko'rishlaringiz mumkin? Bu holatda M15 time frame'da mana bu holatda turgan bo'lsa, bu 1 minutlik time frame'imizda bizda kichkina struktura sinib ketgan holat bo'ladi. Ya'ni biz savdo qilishimiz qaysi qismda savdo qilishimiz kerak bo'ladi? Buni shuni ko'rib chiqamiz biz sizlar bilan. Biz ko'rib chiqadigan holat. Ya'ni bizda minimum nuqta bor, maksimum nuqta bor. Minimum nuqta bor, to'g'rimi? Shu minimum nuqtamiz shu maksimumga yaqinlashgan holatda bizda shu maksimumni proboy qilib qo'yadi yoki soyasi bilan buzgan holatda savdo qilamiz. Bu qanday holat? Ya'ni 1 minutlik time frame'da e'tibor bersalaringiz qanday holat bo'ladi? 1 minutlik time frame minimum maksimumga yangilanib ketaveradi. Как положено, обычная struktura. Biz savdo qilishimiz kerak bo'lgan qism 1 minutlik time frame'da, mana 1 minutlik time frame'dagi holat. 1 minutlik time frame'da shu holat bo'ladi va minimum nuqta hosil bo'ladi. Minimum nuqtamiz bor. Minimum nuqta bor. O'sha 1 minutlik time frame'dagi minimum nuqtani olamiz va M15 time frame'dagi zonamiz bor-ku, M15 time frame'dagi maksimumni proboy qilib yo soyasi bilan buzganini ko'rgan holatda M1 time frame'da o'zini minimumini buzishni kutamiz. M1 time frame'dagi o'zini minimum buzgandan keyin bu qismda supply zona qolib ketadi. Supply zona yoki imbalans qolib ketadi. Biz o'sha imbalansni olishi bilan savdoga kiramiz. Qaysi qismgacha desalaringiz, o'zidan oldingi kelgan minimumgacha savdo qilamiz. Ya'ni bu trendga qarshi savdo qilish hisoblanadi. Bu riskli savdo, lekin stopimiz juda ham kichkina bo'ladi. Stopimiz bo'lsa 10 punkt, 15 punktli stopga savdo qilgan holatda, masalan 10 punkt stop bo'lsa, take profitimiz masalan 20 punkt, 30 punkt bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim bu 1 ga 3, 1 ga 5 soatnosheniyada savdo qilish hisoblanadi. Ya'ni biz sizlar buni holatni tushundingizlar degan umiddaman. Buni endi biz grafikdan ko'ramiz. Grafikda tushunarliroq bo'ladi degan umiddaman sizlarga. Xo'p, bizda birinchi navbatda nimani ko'rishimiz mumkin? Bizda struktura shakllanyapti. Bozor keldi. Mana. Minimum bor, maksimum bor, minimum bor, maksimum bor. Minimum bor, maksimum bor. Mana, minimum bor, maksimum bor. Nimani ko'rdingizlar? Shu qismda e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda maksimum nuqta bor. Ya'ni bizda mana maksimum nuqtamiz bor. Maksimum nuqta bor deb tasavvur qilamiz. Biz maksimumdan qanday foydalanamiz? Mana grafikda olib chekka qo'yaman. Bizda nima dedim? Minimum nuqta bor, maksimum bor. Minimum bor, maksimum bor. Shu minimum nuqtalarning ichida bizda 1 minutlik struktura shakllanadi. Mana shu holat shakllanadi. Biz qachonki o'zidan oldin kelgan maksimumga soyasi va tanasi bilan buzsa, yo soyasi yo tanasi bilan buzgan holatda biz minimumgacha ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz qaysi holatda savdo qilamiz? Mayli, bu zona ham tursin. Sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Xo'p. Endi biz bozorda harakatlantiramiz. Biz qachonki bizga mana shu soyaga, ya'ni mana shu maksimumni proboy qiladi yoki buzib qo'yadi, biz savdoga kiramiz o'sha nuqtada. E'tibor beringizlar. Vot mana bizda buzib o'tdi. Mana bu holatni ko'radigan bo'lsalaringiz, mana bizda mana shu holatda mana buzib o'tdi. Biz shu buzib o'tgan holatda e'tibor beringizlar, 1 minutlik time frame'da qanday holat bo'ladi? Mana 1 minutlik time frame'da o'tamiz. 1 minutlik time frame'da bizda minimum va maksimum nuqtalar yangilanib ketyapti. Bizda minimum bor, maksimum bor. Ya'ni minimum bor, maksimum bor, minimum bor, maksimum bor. Minimum, maksimum shakllanib ketyapti mana. Bizda mana shu minimum va maksimum shakllanib ketayotgan holatda bizda 1 minutlik switch'a buzib o'tishi mumkin, lekin degan joyi bor. Lekin bizda mana bu holatda bizda nima qoldirib ketadi bu? Minimum buzgandan keyin bizda supply zona shakllanadi. Mana shu holatda bizda supply zona shakllanishi kerak. M15 da bizda soyasi bilan buzib o'tdi. Bu qism kerak yo'q. Mana soyasi bilan buzib o'tdi. Endi biz M1 time frame'da tochka kod qidirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tochka kod qaysi qism hisoblanadi?
va ikkinchi minimum nuqtamiz mana. Ikkinchi minimum nuqtamiz bu. Bozorni mana bu holatni ko'ringizlar. 1 minutlardagi time frame'imiz ichida mana bu struktura ketyapti. M15 time frame'da esa maksimumni soyasi bilan buzib qo'ydi. Endi biz savdo qilishimiz kerak bo'lgan qism, ya'ni bizda bozor supply zona yasab ketadi yoki balansni to'ldirish kerak. Bizda ikkita tochka vqot bo'ladi. Bizda birinchi tochka vqotimiz qaysi bo'ladi? Mana o'zida bitta supply zona yasadi bozor. Ya'ni supply zona yasadi. Ikkinchi zonamiz esa mana bu yerda imbalans yasadi. Bizda ikkita tochka vqotimiz bor. Biz ikkala tochka vqotni ham o'tkazib yubormaslik maqsadida biz savdoga kirishimiz kerak bo'lgan qism mana bu zona, ya'ni minimum buzib, bizda buzib o'tgan qism hisoblanadi. Biz shu zonadan savdoga kirdik deb tasavvur qilamiz. Mana e'tibor beramiz. Ya'ni stopimiz 22 punkt. Lekin take profitimiz minimumgacha bo'ladi deb aytdim. Ya'ni minimumgacha ham switchning analizdagi asosan supply zonagacha olishlaringiz mumkin bo'ladi. M15 da supply zona bormi? Bor. Как раз mana bu zonada supply zonamiz bor ekan. Shu zonagacha olishlaringiz kerak bo'ladi. Endi M1 time frame'da savdoga kirganmiz va biz bozorni kuzatamiz. Qaysi holatda bo'ladi? E'tibor beramiz. Ya'ni bizlar bozorga kirganmiz. Mana bu qismda supply zona shakllangandan savdoga kiramiz biz bu qismda. Savdoga kiramiz va bozor qaysi holatda bo'ladi? E'tibor beraylik. Bizda bozor nima qildi? Supply zonani oldi. O'zidan olingan keyin supply zonasini oldi. Supply zonasini oldi va bozor nima qildi? Ikkinchi marta ham kirishga tochka vqot qilib berdi bozorga. Oldi va bozorda yo'nalishini kutamiz. Biz stop lossimiz o'sha o'zidan olingan keyin maksimum 1 minutlik maksimumda qo'yamiz. Har bitta iloji boricha sizlar o'zlaringiz uchun oltin qoida qilingizlar. Har bitta take profit o'zlaringizda, masalan, 1 minutlik time frame 20 punktga qo'yingizlar. Masalan, 20 punktga birinchi take profit mana. Birinchi take profit men qo'yaman shuni. Take profit bir qo'yishlaringiz mumkin. Ikkinchi take profitni mana bu qismga qo'yasizlar. Ya'ni har bitta take profitga borganda siz savdoingizni ozgina yengillashtirsalaringiz ancha aktual savdo qilishni o'rganasizlar. Birinchi take profitni oldi, ikkini ham oldi. Biz nimani kutyapmiz? Ikkita take profitni olgandan so'ng biz savdomizni, bitimimizni bezubikaga qo'yib qo'yamiz iloji boricha. Bu qachon aktualligini yo'qotadi? Qachonki bizda M15 dagi time frame'imizda mana bu maksimum buzilgandan keyingina mana maksimum buziladi. Buzilgandan keyin bu aktualligini yo'qotadi. Ungacha bu bozor aktual hisoblanadi. M15 M1 dagi time frame'da. Va yo'nalishni kuzatib turamiz. E'tibor beramiz. Ikkinchi take profitimizni ham как положено oldi. Uchinchi take profitimizga bozor harakat qilyapti. Mana e'tibor beringizda biz take profit 3imizni ham oldi. Ya'ni bu 1 ga 3 соотношение hisoblanadi. Ya'ni bu trendga qarshi savdo qilish kichkina risk savdo qilinadi, lekin bizda effekti juda ham aktual hisoblanadi. Mana 53 punktimizni ko'rib turganlaringizdek oldingiz. Endi biz bitta narsani unutmaysizlar. Birinchi navbat biz qiladigan ishimiz nima ekan? Biz struktura topib olamiz. Struktura shakllandi. Struktura shakllanganda bizda bozor tushdi va shu zonaga kelganda, maksimumiga kelganda bozor maksimumini soyasi va yoki tanasi bilan buzib o'tadi. Va kichkina 1 minutlik time frame'da nima bo'ladi shu zonada? Bizda 1 minutlik time frame'da mana bu holat kuzatiladi. Shu holat kuzatilganda biz mana buzib o'tdi va o'zidan olingan kelgan minimum proboy qilgandan biz supply zona yoki imbalansdan biz sell olamiz. Qaysi qismgacha? O'zidan oldingi minimumgacha olamiz. Faqatgina soyasi va tanasi bilan buzgandan keyingina struktura buzilishi kerak 1 minutlikda. 1 minutlikda struktura buzilmasa savdoga kirmaymiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam shu. Ya'ni savdoga kirasizlar, сделканы ochasizlar, biz kirgan nuqtamiz mana bu qism bo'lsa mana savdoga kirgan nuqtamiz va biz birinchi take profit, 3 ta take profitga bo'lib olamiz. Option masalan 50 punkt bo'lsa 17 punktdan birinchi take profit 17 punkt, ikkinchi take profit 34 punkt bo'ladi, uchinchi take profit esa 51 punkt bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim 1 ga 2, 1 ga 3 соотношениеni ushlaydigan signal, ya'ni strategiya bu. Ya'ni shundan foydalangan holatda savdo qilsalaringiz ham 1 ga 2, 1 ga 3 соотношениеda ushlasangiz ham doim plyusda chiqasizlar. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz mana bu holatni ko'rdingizlar. Mana endi bu holatni ko'rdingizlar, birinchi signalni oldik. Mana birinchi signalni oldik, ishladi. Endi o'chirib tashlaymiz. Endi biz nimani kutamiz? Endi biz ikkinchi maksimum proboy qilishni kutamiz, ya'ni buzishni kutamiz. M15 time frame o'tamiz. M15 time frame'da nimani kutamiz dedik? Bizda mana shu zonaga kelishini kutamiz, buzishni kutamiz. Ya'ni bizda struktura shakllanmasa savdo qilmaymiz.
Bu narsani unutmaysizlar. Bizda struktura shakllanmasa, savdo qilmaymiz. Mana bu zonani bizda nima qildi? Ikkinchi marta keldi. Mana ikkinchi maksimum, birinchi maksimum mana bu edi. Maksimum yozib qo'yamiz va ikkinchi maksimum. Ikkinchi maksimum kelganda bizda nima qilishimiz kerak edi? Mana bizda o'sha zonaga keldi. Mana buzib o'tdi. Va buzib o'tgan holatda mana 1 minutlik time frame ga o'tamiz. Masalan, sizlarga hozir mayda tushuntiray. 1 minutlik time frame da hozir tushuntirganda nima qilardim dedim. 1 minutlik time frame da minimum va maksimum nuqtalarni belgilab olasiz o'zlaringiz uchun. Va minimum va maksimum nuqtalarni belgilab olganlaringizda minimum yo'q, minimum pastda turibdi mana. Minimum bor. Minimum bor 1 minutda. Bizda bozorda minimum shakllandi mana. O'sha zonaga kelganda bizda minimum nuqta shakllandi. Minimum nuqta shakllangandan shuni buzgandan keyingina bizda switchni analiz qiladi. Ya'ni bizda supply yoki demand zona qoladi. Supply zona qoladi. Ya'ni supply zonamizga kelganda bozor supply zonaga keladi. Supply zonamiz olsagina biz savdoga kiramiz va bizni kirish nuqtamiz mana bu qism bo'ladi. Stop lossimiz 13 punkt. Take profitimiz esa 1 ga 2, 1 ga 3 sotishini. 1 ga 39 punkt. 1 ga 3 olib qo'ysak ham bo'ladi. Minimum nuqtagacha. Endi savdoni kuzatamiz. Bizda сделкamizni olmadi hali. Сделкamizni olgani yo'q, kuzatib turamiz. Lekin take profitimizga keldi. Savdo buzmasdan keldi iloji boricha. Bozor ko'p holatlarda oladi, bir xil paytlarda o'sha zonani o'zidan ham qaytib ketadigan holat bo'ladi. Keyin bitta narsani unutmaysizlar. Qancha bozor katta mana bunaqa, ya'ni mana bu zona bu diapazon. Diapazoni bu flat zonaga tushsa, bu strategiyani ishlatmaganlaringiz ma'qul. Iloji boricha bu strategiya qanday holatda ishlatiladi? Bozorda mana bu holat bo'lsa ishlatiladi. Agar mana bu holat bo'ladigan bo'lsa, bozor minimum yasadi, maksimum yasadi. Ikkinchi minimum yasadi, ikkinchi maksimum mana bu yerga kelsa, bu strategiyani ishlatmaymiz. Ya'ni bu bozor flat zonaga tushdi. Flat zonaga tushgandan keyin biz ishlatmaymiz. Shu zonaga kelsa biz savdo qilamiz. Bo'lmasa biz aktualligini yo'qotadi bu strategiya. Ya'ni bizda supply zonamiz turgani, supply zonamiz olmasdan ketdi bozor. Bozor yo'nalishini davom ettirdi. M15 time frame'imizda kuzatib turamiz. Va mana bu nuqtada e'tibor beringizlar. Bizda savdomiz oldi. Biz bitimimiz ishga tushdi mana bu qismda. Biz savdoga kirgan bo'lgan qismimiz ishga tushdi. Ya'ni nima demoqchiman? O'sha zona hali aktual edi, hali olgani yo'q edi. Mana 1 minutlik time frame'imizda bizning savdomiz bitimimiz ochildi. Va birinchi take profitimizni biz bo'lganimizda kutamiz. Birinchi take profit biz 13 punkt. Masalan, 13 punktimizni olamiz. Biz bitganini qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi take profitimiz ham bu. Birinchi take profitimiz, ikkinchi take profitimiz, uchinchi take profitimizga ozgina qolgan holatda bizda savdo bozor o'zining yo'nalishini o'zgartirdi. Ya'ni biz o'zimizga kerakli bo'lgan qismimiz, dohodimizni olgan holatda chiqib ketgan bo'lardik bozorda va bizda maksimum bilan yana buzildi. Va o'sha bo'ynaga o'rayotganimda maksimumlar belgilab olinadi, buzildimi, struktura o'zgardimi, savdoga kiriladi. Ya'ni biz shu qismdan shu qismgacha ikkita savdo qildik va birinchisiga 1 ga 3 so'tnashiniya va ikkinchisiga 1 ga 2 so'tnashiniya bilan savdodan chiqib ketdik va biz bitganimizni olgan bo'lardi. Aytmoqchi bo'lganim, bu trendga qarshi savdo qilish riskli savdo, lekin juda ham aktual hisoblanadi. 1 ga 3, 1 ga 2 so'tnashini ushlashda. Shu narsani ko'rib chiqsalaringiz bo'ladi bozorda.